to'p o'yinga kiritiladi. Mana o'sha biz kutgan hushtak va o'yin start oldi. Bunyodkor to'pni o'yinga kiritdi. Hazrat Tursunqulov OKMKga ketdi. Ketganlardan o'tgan mavsumni yaxshi o'tkazgan o'yinchilardan biri. Shuningdek, Diyorbek Ortiqboyev Paxtakordan transfer qilinganligi haqida ma'lumotlar bor. Uzoqdan yo'llangan zarbani ko'rishingiz mumkin va qanday gol uryapti Bunyodkor. Hisob ochildi 16-daqiqada. Ajoyib gol muallifi bo'ldi Nosirjon Abdusalomov. Xorazm himoyasini yorib o'tish Bunyodkor uchun mushkul bo'ldi. Himoyada rostdan yaxshi o'ynayotgan edi Xorazm. Keyin uzoq masofadan o'zini sinab ko'rdi. Yuqori 9-likka to'pni joylab qo'ymoqda. Mana bu rakurs ko'rsatadi hammasini. Darvozabonga qarang qanchalik qiyin bu to'pni olish. U oldinga chiqib ketgan edi. Va biz mana shunday chiroyli gol ko'rdik. Nosirjon Abdusalomov. Boyagi golga Ortiqboyev zarba beradimi? Mana o'sha zarba. O'tib ketdi to'p. Yana markazga qaytib keldi. Rahimjonov chap qanotga ko'chirilyapti. Endi to'liq qanot emas u, lekin shu chapga yaqin nuqtada yana zarba ko'ramizmi? Mana o'sha zarba bu safar noaniq To'lqinbekov tomonidan. Toshmirzayev ikkinchi qavatdan yetkazyapti, ichkariga zarba yo'llandi. Rahmonov hamda Stoshich bir-biriga hurmat. Rahmonovga sariq nega ekanligini tushunmayapti. Hozir ko'ramiz. Vaziyatni ko'rdingiz, qo'lga tegib yo'nalish o'zgargan va penalti belgilanyapti. Demak, ruxsat berildi. Xo'sh, zarba yo'llandi 2-0. Bunyodkor hisobni o'zgartirdi. Matiya Krivokapich gol muallifi. U mavsumdagi birinchi golni uryapti. Hisobni tenglashtirib tanaffusga chiqish haqida o'ylayotgan edi. Biroq bunga teskari holat bo'ldi. Time so'ngida Bunyodkor gol urdi. Ana endi ikkinchi time ancha qiziqarli bellashuv ko'rsak kerak. Menimcha Tokov va uning jamoasi vabank ketadi. Pressing qilyapti-yu, Bunyodkor to'pni olib qo'ya olmadi. Sabino juda zo'r o'ynayapti bugun. Aniq uzatma chap tomonga xavfli vaziyat ko'rishimiz mumkin. Azizjon Ahrorov ichkariga zarbaga aylanib ketdi. Darvozabon Federico Botti darvozada 3-chi Sardor Rahmonov, 4-chi Najmiddin Normurodov, 9 Matiya Krivokapich, Samandarjon Mavlonqulov 28, Azizbek To'lqinbekov 66-raqam, Bilolxon Toshmirzayevda 77-raqam. Hozir Bunyodkorning yurishi Krivokapich to'xtatildi. Standart vaziyat sodir bo'lyapti. Ruxsat berildi. To'p oldida 2 nafar futbolchi uzoqdan yo'llangan zarba sal qoldi. Endichi Sabino yo'q, bermadi zarba. O'ngroqqa ichkariga yetkazib berilyapti. Lerin ofsaydda turibdi. Shuncha pauzada ham u qaytib chiqmadi. Qoida buzilishi, standart vaziyat Xorazmda. Xo'sh, yana Ismoilovning o'zi birinchi taymda yo'llagan zarbasi jonli devordan qaytgan edi. Zarba yo'llandi va gol! Xorazm hisobni qisqartirmoqda. Temurbek Ismoilov gol muallifi. Butun stadionni o'rnidan turg'izdi Ismoilov. Chiroyli gol urdi, super gol urdi. Jarima zarbasidan Superligada 4-turda Temurbek Ismoilov o'yinga intrigani qaytarmoqda. Ikkinchi bo'lim boshlanganidan beri Xorazm tashabbusni og'dirib olishga, o'z tomoniga tortib olishga harakat qilayotgan edi. Va mana standartdan gol ijro etyapti u. Zarbani qarang, to'p sho'ng'idi darvoza yaqiniga borib. 7-raqam kimnidir eslatib yuboryapti. Ismoilov. Va zarba berish uslubi, albatta o'sha.
Cristiano Ronaldo uslubida yo'llangan zarba. To'p sho'ng'idi. U xohlagandek umumiy barcha futbolchilarni nazarda tutyapman. Bunyodkor hujumda To'lqinbekov o'sa uzoqda yo'llangan zarba darvozabon qaytardi. Mattia Krivokapic sal oldinga chiqqan ekan serbiyalik posbon. Shuni ko'rgan edi Krivokapic. Burchak zarbasi Bilolxon Toshmirzayev darvozabon mushti bilan urib yubordi. Yana bir zarba yo'llanyapti. Himoyachi darvoza tomon ketayotgan to'pni qaytardi. Rahmonov sarig'i bor, ehtiyot bo'lish kerak bunday epizodlardan. O'rindan turishini xohlayapti. E'tibor bering. Xorazm futbol va sariq Rahmonovga bu ikkinchisi bo'ladi. Rahmonov uchun uchrashuv yakunlanyapti. Xorazm uchun yana bir qulaylik yuzaga kelmoqda. Lutfulin keraksiz vaziyatda olgandek ko'ringandi o'shani. Mana bu yerda e'tibor bering mana. Butsaning tag qismi to'pni Ahrorov olib ketdi. Zaytullayevga tushuntirishga urinyapti. Yaxshi imkoniyat. Lusiodan uzatma darvozabon qaytaryapti Botti. Bo'ldi. Rustam Lutfulin xushtagini chalyapti. Bunyodkor jamoasi qiyin o'yinda mehmonda Xorazmdan g'alabani olib keladigan bo'lyapti.